Bolam, Oh. namuncha yo'l bo'lib ketdi. Ishlarim ko'p ona. Kunda kelgim keladi. Ishlarim boshimdan oshib toshib yotibdi. Sog'inaman-de, vaqt topib kelib turgin bolajonim. Hop. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz akajon, yaxshi keldingizmi? Issiqqina osh tayyorlagandim. Nasibingiz ekan, oyijon. Rahmat. Akajon. Qani, ol. Qani, oling. Osh bo'lsin. Olinglar. Ol bolam, osh ye. Ishtaham yo'q ona. Sizlar ovqatlanib turinglar, hozir ozgina ishim bor edi. Hozir kiraman. Ona, qanaqa qilib buni ovqatini yeysizlar? Qanaqa qilib o'tirasizlar bo'lmay? Ko'nglim aynadi. Jin, unaqa nima? Aka. Ayolim dunyodagi eng go'zal ayol. O'zingiz kuyib ketmasdan oldin ham ko'rgansiz. Xudoyimdan bir sinov bo'ldi. Issiq suv to'kilib yuzi kuydi. Bir gap aytayim. Ayolim hozir ham dunyodagi eng go'zal ayol. Aka. Xudo o'zi kechirsin. Agar shu ayolim boshiga tushgan kulfat onamning boshiga tushganda, onamning yuzi kuygan bo'lganda, onamdan ham jirkanarmidingiz? Sizlarga yoqimli ishtaha. Hozir. Bolam, bu nima qilganing? To'g'risida ona, yuzini ko'rsam ko'nglim ayniydi. Qanaqa qilib yeysizlar buni ovqatini? Onajonim, o'zimmi? Dunyodagi eng chiroyli ayolsiz. Sizni hech kimga almashmayman. Onasi. Lapi. Haqiqatan ham dunyodagi eng go'zal ayolsan. Rostmi? Albatta rostdan. Rahmat. Kimsan? Bolam, Labi onajon. akangdan xabar olib turibsanmi bolajonim? Ona, xavotir olmang. Vaqt topdim, borib xabar turibman. Bolamga ham qiyin-de. Uni ustiga oilasi ham tashlab ketdi bolam bechorani. Bolam, Labi ona. akangni uyga olib kelib qarasang bo'lmaydimi bolajonim? Agar mendan rozi bo'lsin desang bolam, akangni olib kel uyga. Men sendan ming rozi bo'laman jon bolam. Bolajonim olib kela qol bolajonim. Olib kel bolamni.